Boşluqda leyleş. Opa, bu yaltıraq xaltını işlətməsəniz mənə bering bulamdı. Maqul. Onu nima qılasan? Kösən bilirsən. Aval mundaq. Çayını kesib itimiz. Ondan keyin içib, yaltıraq plastır bilan çaplaymiz. Hamma yiplarning uzunligi o'xshash bo'ladi. Ondan yiplarning uchini bir qilib halqaga bog'laymiz. Qara, parashyut bitdi. Voy, yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Shodindon, agarda parashyutdan sakrab boqamsam, texmi yaxshi bo'ladi. Albatta bo'ladi. Buni shiltayli. Kichik chirig'i. Ha, mushini shiltandi. Buning bilan badaningni kichiklasang bo'ladi. Bek yaxshi bo'ldi. Endi parashyutni o'ynay oladigan bo'ldim. Men seni egizdim pastga tashlay. Sen parashyutni ching tut. Bo'ladi, tayyorlig'im bitdi. Chatoq yo'q Shodindon. Bo'ladi. Bu yabak egizgan-ku. Bo'ldi, sakragin, tez bo'l. Sakirdim. Pek yaxshi bo'ldi. Pek yaxshi bo'ldi. Ko'ngillik bo'ladi ekan. Bu qatim men texmi egiz joydan sakrayman. Texmi egiz joy uyning o'gizisi. Yo'q, men texmi egiz joydan sakrab boqmoqchi. Uyning o'gizisidanmi egiz joy? To'g'ri, aeroplanning ustidan sakrab boqqin. Aeroplanning ustidan qandoq sakrayman? Avval qog'oz aeroplan yasab, uningga tezginak o'rnatayli. Ha, u texmi qiziqarli bo'lg'adak, emiz tez yasayli. Ha? Tashiyon, tayyorlig'im bitdimi? Tayyorlig'im bitdi. To'g'ri, Jinshangni chaqirib birga o'ynayli. Ha? Shodindon, men avval Jinshangni uyga berib kelay. Ma'qul. Jinshang! Jinshang! Başunkansizku. Jinshang, men bilan birga parashyutdan sakrab o'ynamsiz. Ma'qul, ben qiziqarliq taqiladi. Shaufu, bakli ichim siqilib ketdi. O'yinig'idek bir ko'ngillik o'yin yo'qmidi? Xo'boda qara, qog'oz ayiqlarning ustida odam bordaq qiladi. Xo'boda, tez maydonga kelinglar. Biz birga parashyutdan sakrab o'ynayli. Toshung bilan Jinshang ekan. Ha, Shaufu, u narsa bir qiziqarliq taqiladi. Chapdan borayli tez. Voy xudoyim, ular asli sakirdi-ku. Bu o'yin bak ko'ngillikkan, bak o'ynag'im kelyapti. Men o'ynab boqsam bo'lamdi. Bo'ladi, hammamiz birga o'ynayli. Ko'pchilik, uchib sakrabda o'ynasak ancha qizimaydi. Shunga biz musobaqa qilishayli. Mundaq bo'lsin. Eng oxiri yaga tushgan odam birinchi bo'lsin, qo'shilamsizlar. Bo'ladi, bu taklif bo'ladi ekan, musobaqa qilishayli. Men cho'qib turishiman. Men yerda qilib sizlarga reper bo'lay. Qanizada qaysinglar yengib chiqa olaysizlar. Ko'pchilik tayyor bo'ldinglarmi? Cho'qim taqtinglar taq bo'ldi-ku deyman. Boshlandi. Ben qaltis bo'ldi. Bizning uy shundoq kichik ko'rinyapti. Xudoras aeroplanga o'ltirgandek bo'lyaptiman. Bek egiz uçtuk-ku, ha? Men yanimi egiz uçuman. Boshqalardan egiz joydan sakrisam cho'qib yengiman, qarab turinglar. Men bo'lanmadim. Yengilib qolsam mayli, men sakrayman. Shunday qilay.
nima degan qo'rqinchliq. Men bu bardoshlik berolmadim. Men bu bardoshlik berolmadim. Shundaq egizga uchdim. Endi sakirsam gap yo'q, yengiman. Voy Qo'bodak birinchi bo'lib yerga tushdi. Badanim og'ir bo'lg'achqa ziyon tortdim. Shinshan ikkinchi bo'lib tushdi. Shaufu uchinchi bo'lib yerga tushdi. Tashon nemish qilib tushmaydi-qandu. U zodi qanchalik egizlikda ushqandu. Men ilinib qoldim. Meni qutqizinglar. Meni past tushirvidinglar. Tashon oxiri tushdi. Tashon, sening bundaq yomonligingni o'ylamabganman, adash. Bek yomonkansiz. Yo'q, men unchilikmi yomon emas. Ta'sir doiri suyuqligi. To'xta deyman. To'xta! To'xta deyman, Tashon, to'xta! To'xta deyapman. Tashon, to'xta! 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 Eli tutib olsam juma. To'xta! To'xta deyman. Tutib oldim. Apla! To'xta! Uyga kirib olganing bilanmi baribir mendan qochib qutulolmaysan. Agar bu qatim seni tutib oladigan bo'lsam, ko'ngilingni ko'zdiman qarab tur. Oxiri ketdi. Bektarlab ketibsan-ku. Har qatim budek qo'g'laganda uyga sog'-salomat qayta olamanmi deb bek ansirayman. Bek yerib ketdim. Undaq bo'lsin, nima bo'pti, Dashon? Har kuni mushundaq yugurib chiniqib bersang, senga nayt foydali. Unda qamashmagan gapni qilmag'ina. Mening ishim uchun boshqa turib qo'ysang bo'lmamdi. Kechirgin. Udanroq o'ylab boq. Endi yaxshi qo'bodak uchrab qolmaydigan joylarda yuray. Qo'ya bexatardi, beshim baq qotdi. Undaq bo'lsa ta'sir doirasi paydo qilib beray. Ta'sir doira? Qara, ishlar yo'lga taraf qiladi-ku. U ularning ta'sir doirasini belgilag'ini. U bunda qilish orqali boshqa ishlarga bu mening yerim deydi. Yana qushlarning sayragan ovozimi ularning ta'sir doirasi. Beliqlar o'zlarining ta'sir doirasiga boshqa beliqlar kirib olsa, berib ularni tishlaydi. To'g'ri, nurg'un hayvonlar o'zlariga ta'sir doirasi belgilaydi. Agar hayvonlar ta'sir doirasi ichida urishsa, u boshqalarni yengib oladi. Hargiz yengilib qolmaydi. Undaqda menga nima bersan? Bo'ladi. Ta'sir doirasi suyuqligi. Bu nima? Nimanda xalita? Bundaq desang bu narsani senga bermayman. Bo'ldi, undaq demayman. Buni yo'lga chachsan, bu suyuqlik qo'rshab turgan o'rin sening ta'sir doirang bo'ladi. Mushuning bilan ta'sir doirini belgilamdim. Buni eng yaxshisi bulung yoki to'vrikning qishig'i chashqin. Men sinab boqay-a? Xalitish chiqmaydi-ku. Buni bu yerga o'rnatsang, andin chiqadi. Avval ikki qo'lingni yerga qo'yib, bir putungni ko'tagin, kassangni sal ko'ta. Bundaq qilib ishga o'xshab qolmamdim. Bundaq uyatib qoldigan ishni hargiz qilmayman. Biroq mushundaq qilganda andin suyuqlikni chiqog'il bo'ladi. Tezroq qila. Ta'sir doirasining cho'ngligi 10 kvadrat metrdan eshib ketsa, uning kuchi bo'lmaydi. Men uyning to'rt atrofiga suyuqlikni chechib bo'ldim. Endi bu uyga har qanday odam kirsa qo'rqmasangmi bo'ladi? Hech qanday o'zgarish yo'q-ku. Sen turib bilib qolasan. Tashon, men seni narsa kirpa degandim-ku. Qara bu balani. Alloh, chatoq bo'ldi. Xotirjam bo'lgin. Sen hozir ta'sir doirasining ichida. Bugun seni hargiz kechirmayman, Tashon. Opa, bugun nima qilaman dedingiz? Ish nima? Amis qo'lingizni ko'tarib nima qilasiz? Bundan keyin men undaq tayini yo'q ishlarga buyurmang. Boy shundoq yuqori ovozda vaqirdingiz. Bundaq qilsangiz qo'shnilarning xotirjamligiga ta'sir yetkazasiz. Doim meni mushundaq qillaysiz. Oldin qatimi to'xtamay qo'tildigan edingiz. Shundoq-ku.
Yaxshi-ku Dashung, ha? Nima degan qo'rqinchli, bek qo'rqib ketdim. Ta'sir doirasidan chiqib ketsanglar, uning kuchi qolmaydi. Uxdim. Endi sirtqi chiqib ta'sir doirasini yasayli. Qandaq shodingda. Endi avutamning bulungi bilan udul tarafdagi stolbining qishig'i chashqin. Biroz ko'rib qolmas. Odam yo'qkan, tez chash, tez. Bo'ldi, chechib bo'ldim. Endi bo'lgandi. Endi bu sening ta'sir doirang bo'ldi. Endi bu yerga kim kelar, ha? Dashung aslida bu yerda ekansan-da. To'xta, xotirjam bo'l. Hech ish bo'lmaydi. Rostla hech qanday ish bo'lmamda, shodingda. Hech ish bo'lmaydi. Endi seni tutib oldimmi, ha? Nima? Meni izlaydigan nimishing bor, tezligina. Gap qilmamsan. Tez bo'la. Doim meni bo'zaq qilsan. Boshqalarni bo'zaq qilish shunday ko'ngillikmikan? Tosimu bir. Yo'q, men unda qilmadim, Dashung, unda qilmadim. Amis hozir bu yerdan tez yo'qol. Tez bo'l. Ma'qul, meni kechir, hozirli yo'qolay. Men xu bo'dakni yengib oldim. Faqat ishongim kelmayotidi. Endi u ta'sir doirasining kuchini bilgansan. Men bu shaharni o'zimning ta'sir doirasi qilaman. Qandoq? U mumkin emas. Tez chiqar. Butun shaharni o'zimning ta'sir doirasi qilib olsam, o'choqda hech qanday odamdan qo'rqmasam bo'ladi. Qamlashmagan ta'sir doiramni yasab bo'lsam, sendan hargiz qo'rqmayman. Bu eng oxirgi nuqta. Bu stolbining qishig'i chechib qo'ysamla, mening ta'sir doiram bitadi. Dashung, bunda g'alati harakatni qilib nima ish qilyapsiz? Bu chunki bu yerga narsam tushib ketgan edi. U olmas edi. Na ketgandi. Shundaqmi? Amis chatoq bo'pti. Qilmasingizmi bo'ladi? Rostla hojati yo'q. Hech nima bo'lmaydi. Qiyinchilik uchraganda yordam berish kerak. Rahmat sizga, Jinshang. Jinshang bo'ldi, izlamang. Biz tez ketaylik, tez bo'ling. Tez ketaylik. Dashung, Avarai taksi. Hozir o'smir xabarlarini olamiz. Bugun havo bek sovuq. Biz bu sovuqda bolalarning qanday o'yinlarni o'ynayotganligini ko'rib boqaylik. Shantay apandi, yaxshimisiz? Yaxshi, nihoyat yaxshi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Qaranglar, bu yerda nihoyat ruhli bir to'p bolalar bor. Ular bu maydonda qizg'in o'ynayotidi. Biz hozir bir qancha kichik do'stni ziyorat qilib boqaylik. Sizlar Sizlar nihoyat ruhli ekansizlar. Bu sovuq hech qancha gap emas. Bak chidamli ekansan. Undaqda sen cho'shaqchi. to'nglimidi. Bu bir to'p ruhli bolalar bilan birga turib, men sig'andek bo'lyapman. Televizor ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushadi. Yaxshi, Dashungmi sirtqa chiqib kirsin. Dashung, Nima shodingda? doim uyda o'tirib olmay sirtqa chiqib aylanib ko'rsang bo'lmamdi. Sana gap qilsam-mu baribir anglamaysan, chunki sirt bek sovuq. Sen meni bek tushunsan, Jimo. Bundoq chog'da sirtqa chiqsam, o'ynag'idek bir o'yinmi yo'q. Agarda sirtqa chiqib zukom bo'lib qolsam, texim chatoq bo'ladi. Nima ish qor yog'dig'andi? Agar yomg'ir yog'sa sirtqa chiqsan, shundaqmi? Bo'ladi. Hamsi shundaq bo'lsin. Yomg'ir yog'digan narsa bormi? Havarai taqdiyi. Bu kelgusidagi boshlang'ich maktab o'quvchilarining darsligi. Buning bilan har xil havaraining ahvolini tez ham aniq kuzatgili bo'ladi. Masalan, yomg'ir yog'ib bo'ron chiqmoqchi bo'lsa, shamol chiqarish kunukisini bosimiz. Shuning bilan kashda yuqori atmosfera besimi bilan tuvan atmosfera besimi paydo bo'lib, havo oqimini keltirib chiqaradi. Endi bulut kunukisini bosimiz. Buni men bilaman. Havodagi suv tarkibi muzlab, bir tomchi suvga aylanadi. Endi yomg'ir kunukisini bossaqli bo'ladi. Suvlar birikib, yerga tomchilab tushidi. Sizlar hech qilmani ish qilyapsizlar. Ustidan suv oqib ketdi-ku. Chatoq bo'ldi, qog'ozlarni sirtib qilaylik. Yomg'ir yoqqanda chaqmoq chaqidi. Bu taxtaylarni bir yerga tizaylik. Qar quruq yerga yaqsin.
Qaysi xildagi qor yog'idi? Qor bo'lgandan keyin oppoq sovuq qor yog'idi-da. Masalan, kichik qor bo'lsa, azroqli yog'si bo'ladi. Agar cho'ng qor bo'lsa, qalin yog'si bo'ladi. Undaqda qalin qor yog'sin. Top. Osmondagi suv tomchilari sovuq havoga uchirsa qor hosil bo'ladi. To'g'ri. Nimishqa qalin qor yig'ib bo'lolmaydi? Shodingdon, qalin qor yig'ish uchun yana qanchalik vaqt saqlaymiz? Ha? Taxminan 20-30 minut. Ha, amisi bo'lganda meni chaqir, ha? Hay, bo'ldi. Ha, bek yaxshi bo'ldi. Men cho'ng bir qora odam yasayman. G'ayrat qil. Qo'lim muzlab ketdi. Qo'lim muzlab ketdi. Nima degan sovuq. Bek sovuq ekan. Shodingdon, sendan g'alati bir ishni so'ray. Balkim senmi osmondan illiq qor yog'dirmasliging mumkin, shundaqmi? Ha? Senga nima lozim bo'lsa, men hammani qila olayman. Esimda qilishchi mush yerda qo'yganda qilgandim. Ha, topdim. Har xil temperaturani tangshigich. Buni ishlataylik. Nima degan illiq. Qanchalik tutsammi qo'lim faqatla to'nglimidi. Yaxshi. Nima degan ig'ir. Shodingdon, qora odam osmondan tushadigan ish yo'qmi? Ha? Sen bekading deyishib ketding, men nimishqa bunday qilaman. Sen yana o'choqning qishida isinib o'tirsang bo'g'dak. Mashina odam ochiqlanganda bek qo'rqinchli bo'lib ketadi ekan jumo. Ha? U tangshigishni yerga tashlab qo'yibdi-ku. Ha, bakang-ku. Nima? Ozroq yerda yig'yotdi-ku. Shundoq osonlik yasab bo'ldim. Bek yaxshi ekan. Yana nurg'un tangshigishlar bor ekan. Oqranglik qor aslida oqranglik-ku. Bo'ldi-la, ishiltib boqaychi. Yaxshi bo'ldi. Aslida oqranglik qor qalay yasaydigan qor ekan-da. Jang qiladigan qor? Bu urush qiladigan qor ekan. Xubodak, Dashungni chaqirib biz o'ynaylik-chi. Bilmamsa, Dashung sovuqdan bak qo'rqidi. Balkim u uyda hozir issiq uxlayotgandi. Ha, Xubodak qara, Dashungning uyida avlar turdi-ku, ha? Ha, nima? U bir qal'a ekan-ku. U qordan qil ekan. Dashung, bu yerda bir qal'a. Yetishib o'ynaylik, bo'lamdi, ha? Ma'qul. Bo'ladi, o'ynaylik. Ha, boshlaylik, ha. Shawfu bo'g'o bo'lgandi. Bo'ldi, otdim. Dashung otgan qor faqat og'ritmaydi ekan. Rost og'ritmaydi ekan. Bu eng oxirgisi. Qora ayol bu nimidi? Biroq bu baqizg'anlikda qiladi. Sinab baqay. Dashung nima ish qilayotgandi? Ishnim bo'lmaydi. Uning qishda sirtda mushundoq o'yin o'ynashi tunji qitim. Qizimlar, shodingdan qora ayolning tutib uxlayotdi, men qizimlar.